Assalomu alaykum. Mana bugungi obyektimiz Mirzo Ulug'bek joylashgan xonadonimizga kelganmiz. Bu xonadonimiz elektr xarajatlari ko'pligidan bizga murojaat qilishdi va ularga biz 30 kilovatli fotoelektrostansiyasini o'rnatib berdik. Bu xonadonimizga qo'yib bergan mahsulotlarimiz Jinko quyosh panellari, Deya invertorlari va 2 yil servis xizmatlari bilan biz o'rnatib berganmiz. Hozir mana mijozimiz o'zlaridan qancha svetdan ekonom qilayotganlarini mijozimizdan o'zlaridan eshitamiz. Quyosh panel qo'yganimizdan keyin elektr xarajatingiz va foydasini bildingizmi? Albatta bildik. Biz bir oyga kamida 1 million 300 elektr energiya uchun xarajat qilardik. Quyosh paneli o'rnatganimizdan beri umuman elektr energiyaga pul sarflamayapmiz. Bizdan ortib qolgan elektr energiyaga davlatimiz bizga plastik kartamizga mablag' tushirib beryapti. Keyin bizning ishimiz sizga ma'qul keldimi? Yana kimlarga maslahat berasiz? Sizlar ishlar juda ma'qul keldi bizga. Ishga bo'lgan munosabatligi, ularning mas'uliyatligi bizga juda ham ma'qul keldi. Boshqalarga ham men tavsiya qilaman elektr energiyadan foyda ko'rish. Quyosh paneli o'rnatganimizdan keyin yangi foydalanuvchi bo'lganimiz uchun muammoli chiqsa, sразу же Abdullohga telefon qilamiz. U muammoni joyida hal qilib, yechim topib berib ketadi. Buning uchun Abdullohga katta rahmat. Sog' bo'linglar, baraka topinglar. Ishlaringiz bundan ham ko'p bo'lsin.